Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan AlphaSelam platformasida mijozlaringiz link orqali ro'yxatdan o'tib, AlphaSelamga lead bo'lib tushish uchun kerak bo'ladigan form yasash funksiyasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buning uchun birinchi bo'lib biz nastroykani ochib olamiz hamda pastroqdan sotuvlar bo'limidan saytdan leadlarni jalb qilish widget ustiga bosamiz. Hamda bu yerdan biz qo'yish tugmasini ustiga bosamiz. Birinchi bo'lib filiallar, ya'ni forma qaysi filial uchun amal qilsin. Misol uchun biz ikkita filialni ham tanlab olishimiz mumkin va bu yerdan sarlavhani yozamiz. Misol uchun ro'yxatdan o'tish. Bundan tashqari sozlamalar qismidan asosiy sozlamalarni ustiga bosib, o'z o'quv markazingiz logotipini qo'ysangiz, mijozlaringiz formaga kirganda siz o'quv markazingiz logotipi ko'rinadigan qilsangiz ham bo'ladi. Keyingisi sarlavha ostidagi matn. Misol uchun bo'lishi mumkin kurslar bo'yicha ma'lumot olish uchun ro'yxatdan o'ting deb ketishingiz mumkin. Tugma uchun nom. Ya'ni mijoz ma'lumotni to'ldirib bo'lgandan keyin yuborish tugmasi qanday nom bilan chiqsa, misol uchun yuborish qovursin. Keyingisi formani to'ldirgandan so'ng chiqadigan matn. Misol uchun bu yerda avtomatik yozilgan murojaatingiz uchun rahmat, tez orada siz bilan aloqaga chiqamiz. Keyingisi email xabarnomasi. Ya'ni ushbu formani kimdir to'ldirsa, avtomatik sizni emailingizga ham xabar boradigan his bo'ladi. Buning uchun bu yerga emailingizni kiritasiz. Misol uchun alphaselam@gmail.com. Ana endi biz formani savollarini sozlab olsak bo'ladi. Xo'p, turi qismidan to'ldirish uchun shaklni aniqlab olamiz. Misol uchun bu matn bo'lsinmi yoki Gmail bo'lsinmi, havola ya'ni URL qo'yib ketsinmi yoki telefon, butun son, kasr son, ko'p satrli son, sana, checkbox, ya'ni bot emasligini isbotlash uchun checkbox qo'shilsinmi, jinsi, kurs, filial, manzil, statik matn. Bu yerdan biz matnni tanlab olamiz va bu yerda majburiy qilib qo'yamiz. Hamda bu yerdan savol yozamiz. Misol uchun ismingiz. Bu yerda namunani qo'ysak bo'ladi. Falonchi deb olsak bo'ladi. O'zimizning o'zbekcha namuna. Keyingisi harakat, ya'ni savolni to'ldirgandan so'ng lead kartochkasini qaysi qismiga tushsin. Misol uchun ismni to'ldirish qismiga tushsin. Agar olib tashlamoqchi bo'lsak, biz minus bosib savollarni olib tashlaymiz bo'ladi. Biz endi yana qo'shish tugmasini ustiga bosib raqamini so'raydigan ham qilsa bo'ladi. Misol uchun telefon raqami bo'lishi kerak. Majburiy qilib olamiz va bu yerdan telefon raqamingiz. Bu yerga biz namuna yozib qo'yish bo'ladi. Misol uchun plus belgisi qo'ymaslik kerak va bu yerdan 998 hamda 90li 1112233 qilib shunaqa to'ldirishini so'rab ketishingiz mumkin. Ya'ni shunda to'ldirishi kerak bo'ladi. Endi bu yerdan biz lead kartasini qaysi qismga tushsin, misol uchun telefonni to'ldirish. Xo'p, keyingisi misol uchun bo'lishi mumkin, kursni tanlashni yoqib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni siz platformaga kirgizgan kurslaringizdan birini tanlashi mumkin bo'ladi. Buning uchun biz matndan pastroqqa tushib, kursni tanlaymiz va majburiy qilib qo'yamiz. Xo'p, bu yerdan kursni tanlang. Lead kartochkasini bu yerdan kurs o'rnatish qismida yozilsin va yana bitta qo'yish tugmasini ustiga bosib, ana endi biz filialni qo'shishimiz mumkin. Ya'ni siz CRMga qo'shgan filialingizni chiqazib beradi va bittasini tanlash kerak bo'ladi. Bu yerdan filialni tanlang deb qo'ysa bo'ladi va bu yerdan manzilni kirgizib qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunday qo'shimcha savollar bo'lsa, qo'shib ketsa bo'ladi. Va bu yerdan yana qandaydir boshqa dizaynlar qilsa bo'ladi. Ya'ni buni dasturchilar kod yozib berish kerak bo'ladi va shu kodni qo'ygandan keyin boshqacha dizayn yoki funksiyalar qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu bizga hozircha shart emas va saqlash tugmasini ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek ushbu forma bizga paydo bo'ldi. Ana endi biz xohlasak buni o'chirishimiz mumkin yoki qalamchani ustiga bosib o'zgartirishimiz mumkin yoki lead formani integratsiyasi qismini ustiga bosib bu yerdan qaysi bo'limga tushsin, ya'ni qaysi volonkani qaysi qismiga tushsin tanlab olamiz. Yangiliklarga tushaversin. Misol uchun endi bu yerdan manba, ya'ni lead tushayotganda qaysi manbani ko'rsatib tushsin. Misol uchun Telegramdan deb tushsin. Ana endi biz bu yerdan uni kopiya qilib Instagramda story qo'yayotganda linkga qo'yishimiz mumkin yoki reklama yo'qotganda qo'yishimiz mumkin. Bundan tashqari qo'shimcha saytingiz bo'lsa, ushbu formani dasturchingizga bersangiz, u tilda yoki o'zini saytiga qo'yishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz saytingizni to'ldirib avtomatik CRMga tushadigan qilsangiz bo'ladi. Va biz kopiya qilib yopish tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, ana endi biz namuna qilib
kirib ko'ramiz. Ya'ni qanday shaklda chiqishini ko'rsataman. Xo'p, formani ustiga bosib kirganimizdan so'ng bizga avtomatik forma chiqadi va yana bitta narsa, hozir bizga forma ochilmayapti. Buni sababi biz nastroyka qismidan asosiy sozlamaga kirib, bu yerdan domen nomini o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. O'chirganimizdan keyin saqlash tugmasidan ustiga bosganimizdan keyin ana endi bizga ko'rinadi. Boshqatdan kiramiz va ko'rib turganingizdek bu yerdan ko'rinadi. Bu yerdan logotiplarni ko'rish uchun bo'layotgandek asosiy sozlamalarga kirib logotip joylashingiz kerak bo'ladi va ro'yxatdan o'tish, kursor bo'yicha ma'lumot. Endi bu yerdan misol uchun to'ldiramiz. Вот, ko'ryapsizlar, bu yerdan bitta raqam bo'lsa ham qabul qilmaydi. Kurs tanlash ustiga bosib, faqat bizda ingliz tili bor bo'lgani uchun ingliz tilini ko'rsatyapti. Filialni tanlash ustiga bossa, bizni filialimizni tanlashi mumkin va yuborish tugmasini ustiga bosganimizdan so'ng yuborildi va biz lead ko'rishimiz uchun esa platformaga kiramiz va leadlar bo'limiga kirsak, bu yerdan lead bo'lib tushdi. Вот, mana ustiga bossak, bemalol ochib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Aytganimizdek, bu Telegramdan bo'lib chiqadi. Bundan tashqari, administratorlaringiz gaplashishdan oldin menga biriktirish tugmasini ustiga bossalar, bu yerdan avtomatik ularga biriktiriladi. Va bundan tashqari leadlarni yana yuklash yo'li bu yerdan boshqa tugmani ustiga bosib, fayl qilib, import qilib joylasa bo'ladi. Ya'ni targetga yoqilgan bo'lsa, ba'zan tayyor olib yoki boshqa baza bo'lsa, shu yerdan import qilib olib, CRMga tushirishingiz mumkin. Yoki qo'yish tugmasini ustiga bosib, bu yerdan ismini va kontaktini qo'shib, boshqa ma'lumotlarni to'ldirib saqlash ustiga bosishingiz mumkin. Agar siz Facebookdan to'g'ridan-to'g'ri integratsiya qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, ya'ni Facebook formani to'ldirgandan keyin avtomatik tushishini xohlasangiz, buning uchun Zapier degan saytdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Zapierga siz platformani leadlar qismidan shu boshqani ustiga bosib, leadlar integratsiyasini tugmasini ustiga bossangiz, bu yerdan ushbu kodni olishingiz kerak bo'ladi va Zapierga kiritishingiz kerak bo'ladi. Zapierga ulash bo'yicha instruksiyani men ushbu video opsiyasiga yozib qoldiraman. Xo'p, shu orqali bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, siz nastroyka tugmasini ustiga bosganingizdan so'ng, siz xohlasangiz mijozlarga qaysi dars, qaysi kun va qaysi ustozini tanlashi o'zlarining ixtiyorlariga berishingiz bo'ladi. Ya'ni sayt orqali kirib, siz qo'ygan dars kunlaridan qaysi biri unga ma'qul bo'lsa, o'zi tanlab ro'yxatdan o'tadigan qilsangiz bo'ladi. Buni esa siz formani to'ldirish widjetidan yoki onlayn jadval widjetidan qilsangiz bo'ladi. Bu bo'yicha to'liq videoni bo'lsa, biz leadlar bo'limi bo'yicha videoyimizda to'liq tushuntirib ketganmiz. Alfa-Serimdan forma yasash bo'yicha videoyimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizda qandaydir qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol bizni menejerlarimizga berishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.